hech qachon bechara bo'lib mung'ayib qolmanglar, o'zim o'rgilib ketdiysizlarda. Hayot tashvishlari har doim bo'ladi ham, keyin ham bo'ladi jonkalarim. Shuning uchun bitta narsani aytib o'tib ketaman, o'zim o'rgilaysizlardan boshinglarni egmanglar. Faqat egiladigan joyda eginglarki, keriladigan joyda kerilib yuringlar. Qaynana, qaynatam, ovsinim, kelinim, xullas kalom, kuyovim, ashta qilib ming'ir-sing'ir narsalarga tochka qo'yinglar. Baxtli bo'lish ham, baxtsiz bo'lish ham o'zimizning qo'limizda, o'zim o'rgili qizlarjonlar. Shuning uchun faqat olg'a qadam tashab yashanglar. O'zinglarni baxtinglarni, o'zinglarni tinchlik, xotirjamlik kuninglar, bir kun kuninglarni ham g'am, g'ussaga, urush, to'polonga, ani e'tiborni qo'yyapti degan bir narsa ko'lamchi narsalarga mana mashg'ul qilmanglar. Kamida shularni qo'yinglar, onasini yemsin, o'ynab yuringlar. Hozir men singillarimga aytdim. Bugun nima qilamiz dedi. Bugun tug'ilgan kun qilamiz. Kimnikini dedi? Menikini dedim. Eng avvalo Allohdan yomonlardan uzoq qilgin, yaxshilarga yo'ldosh qilgin deb so'raylar. Bu eng kerakli narsa qizlarjonlar. Qolgan